uzoq tarixi, o'zgacha madaniyati, rangdori va jalbkor sayohat nuqtalari bilan elimizning ichki sirtidagi olim mutaxassislarni, tadqiqotchilarni, tilshunoslarni, shundaqla sayohatchilarni o'ziga uzundan buyon jalb qilib kelayotgan Lopnur nohiyasi qadimiy yurtlarning biri. Biz bugun Lopnurdan kelgan bir qism mutaxassis, tadqiqotchilarni bir yerga jam qilib, Lopnur haqida maxsus suhbat uyushtirishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Lopnur noyiylik siyosiy kengashining muavin raisi, Lopnur madaniyati jurnalining bosh muharriri Baxtiyor Ibrohim. Lopnur noyiylik birinchi o'rta maktabining sobiq shujisi, Lopnur madaniyati tadqiqotchisi Sherif Musa. Lopnur noyiylik madaniyat tantarbiya radio kino televiziya idorasining muavin boshlig'i Ablat Abdurahim. Lopnurning tarixi haqiqatan uzun. Ayni vaqtdagi g'arbiy yurtdagi 36 baglikning ichidagi 3 baglik hozir bizning Lopnur tavalligimizda. Uyg'ur tilida 3 dialekt bor. Bu shu dialektlarning birisi Lopnur dialekti. Lopnur dialektisi o'rtaq tildimi farqlanadi. Xotin dialektimi farqlanadi. Munosabatlik mutaxassislar taklif qilinib, yana davomli qiziq izlash, tepilmalar to'g'risida izlanish qatorli xizmatlar davomli turda ishlanyotdi. Baxtiyor efendim, endi oldi bilan qarindoshlarimizga mushu Lopnur noyisiniki jug'rofiyalik ahvoli, uningdan keyin aholi turkumi, yezi bozorlar haqida bir qisqa tushuncha berib o'tsangiz. Lopnur noyisi Bayonqolma oblasining o'rtasiga joylashgan. Tarim qo'ymanligining sharq shimoliga. Yerlikninki nufusi 69 ming. Noyimizda 701 bozor, 52 ma'muriyatni tashkil topgan bo'lib, janubda Chaqiliq noyisi bilan chegirdash. G'arbda Shayar, Kuchar noyilari bilan chegirdash. Shimolda Bugur noyisi, Korli shahri, Xo'sh noyisi, Bag'rash noyisi qatorliqlar bilan chegirindi. Hamda sharq shimolda To'qson, Turpan, Pichan noyilari bilan chegirindi. Lopnurning tarixi haqiqatan uzun. Ayni vaqtdagi g'arbiy yurtdagi 36 baglikning ichidagi 3 baglik hozir bizning Lopnur tavalligimizda. Hamda Lopnurning egiligi asosan kevazni asos qildi. Chorvachilik qo'shimcha. Mamlakat bo'yicha paxta bazasi noyisi bekitildi. Undan boshqa bizning mahsulotlarimizdan chuchukbuya, lop chegisi, go'sht mahsulotlari asosli mahsulotlar hisoblanib, buning ichidagi Lopnur chegisi, Lopnur qo'yi noyati dangli. Undan boshqa Lopnurning yer zimini keng bo'lib, kan mahsulotlari bir qadar ko'parak. Hamda hozir qidirib aniqlanganlardan 10 turlik bo'lib, buning ichida asosligi zilk tosh, to'mir, mis qatorliqlar. Hamda zilk toshningki miqdori mamlakat bo'yicha 1-o'rinda, dunyo bo'yicha 2-o'rinda turdi. Undan boshqa Lopnur qo'yi shu munosabatli o'rinlar tarafidan markaga ilinib, rasmiy tovar sifatida shakllandi. Bizningki mamlakatimizdagi eng chong qumluq, Taxlimakam qumlug'i. Eng chong to'g'raqliq Yeshir koridori deb ataymiz. Ana daryo, Tarim daryosi Lopnurdan kesib o'tadi. Tarim daryosining o'tiriqini, tovanliqini bo'lib, Lopnur tavalligimizdagi uzunligi 250 kilometrlik yo'q. Sherif Musa efendim, Lopnur madaniyati degan jurnal, fasllik jurnal 3-yil qadam qo'ydi, shundaqmi? Endi mushu Lopnur madaniyati jurnalini varaqlab ko'rsam, shuningda Lopnur madaniyatiga 3 go'yarni sanabdi. Birisi Lopnur dialekti, yana birisi Lopnur qo'shoqlari, yana birisi Lopnur ohanglari. Endi Sherif Musa efendim, biri uzun mezgil o'qitish bilan, ma'rif xizmati bilan ham tadqiqot bilan shug'ullanish jarayonida Lopnur dialektida ba'zi bir halqılık tadqiqotlarni olib berib, tegishli natijalarga erishibdi. Unda bo'lsa, shu Lopnur dialektining aloyidligi va uning madaniyat qatlami qanday aka? Uyg'ur tilida 3 dialekt bor. Bu shu dialektlarning birisi Lopnur dialekti. Lopnur dialektisi o'rtaq tildimi farqlanadi. Xotin dialektimi farqlanadi. U uzun yillik tarixida Uyg'ur tilining taraqqiyotiga